kecha yigitim bilan uchrashgandim. Hidlanyapsan dedilar. O'shanga turishim bilan oldingizga keldim. Muxlisa, yordam bering. Hozirda havo isishi bilan ko'p qizlarimizda bunaqa muammolar bo'lib kelyapti. Ko'pchilik qizlarimiz bilmay qolishadi. Bu muammomiz sekin-sekin terlashdan boshlanadi, undan keyin hidlanishdan boshlanadi, keyin sekin-sekin kiyimlarga dog' qoldirishga ham boshlanadi. Hozir men sizlarni ko'z oldinglarda bitta muolaja qilib beraman bularga. 6 oydan 1 yilgacha bunday terlashlar to'xtaydi. Hozir biz glavniy terlab turgan sohani o'zini belgilab olamiz. Чтобы boshqa zonalarga qilmasligimiz uchun. Glavniy mana chizayotgan zonalarim ko'proq terlaydi. Qo'ltiqning ichki qismi ko'proq terlaydi. Ko'pincha o'ng tarafda ko'p terlash bo'ladi. Nimaga? Чтобы o'ng tarafingiz ko'p ish qilasiz. Shuning uchun. Nimaga o'z yigit itishiga javob keldingiz? Dry ishlatib ko'rgandim. Allergiya beraverdi. Keyin dezodorant ishlatdim. U vashcha terlatyordi. O'zim sezmay qoldim. Bu patsientimiz Xorazmdan terlash muammosi bilan keldilar. Bularga gipergidroz muolajasini qilib berdik. 6 oydan 1 yilgacha bemalol terlamasdan yuradilar. Sizda ham terlash muammosi kuzatilayotgan bo'lsa, podrobniy tugmasini bosing.